Hozir Qirg'iziston bilan Tojikiston orasidagi chegaradan ketyapman. Hop. Menimcha o'ng tarafim Qirg'iziston, chap tarafim Tojikiston. Oldimda Tojikiston posti, orqamda bo'lsa Qirg'iziston posti, Botken viloyati, Botken rayoni. Hozir oldimdagi postdan Tojikistonga kirsam, Tojikistonning So'g'd viloyati, Isfara rayoni, Guliston qishlog'idan chiqaman. Bu hozir neytralga na Tojikiston na Qirg'iziston javob berarkan, bu territoriyaga O'zbekiston, Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston orasidagi neytralka zonalar juda qisqa. Rosa borsa 50 metrga bormaydi, lekin Qirg'iziston bilan Tojikiston orasidagi ancha masofasi uzoq ekan. Piyoda yurish kerak ekan. Dalalar arasida joylashgan. Mana bu ariqdan, mana bu tarafdan suv kirib, mana bu tarafga suv kelar ekan. ...2021-20 yillarda urush olmasdan oldin bular orasida ID karta rejimi bo'lgan edi. Hozirgi paytda pasport rejimi bo'lgani uchun kirdi chiqdi ancha kam. U paytda bo'lsa Tojikiston bilan Qirg'iziston orasida juda aholi kirdi chiqdisi ko'p bo'lardi. Faqat ID karta kerak edi xolos. Juda qattiq bunaqa strogiy rejim yo'q edi. Hozir pasport rejimi bo'lgani uchun aholi juda siyrak o'tyapti. Umid qilib qolamiz, Qirg'iziston bilan Tojikiston orasida ID karta rejimi joriy bo'lsin. Markaziy Osiyo xalqlari o'zaro bordi-keldi rivojlansin. Mana Tojikistonga postaga kirib kelyapmiz. Bu yog'iga video olish mumkin emas. E'tiborlaringiz uchun rahmat.